Shahar shovqinidan zerikkanlarga, tayyor uy bo'lsin, rasxodsiz bo'lsin deydiganlarga bugun Bog'iston 2 da biz sotuvga qo'yilgan 8 sotikdan iborat gaz, suv, svet daji uyni ichiga bir chekkaroqqa qilib, odamlarga uydagilarga xalaqit qilmaydigan qilib, kanalizatsiya sistemasini tortib ketadigan qilib, kanalizatsiyagacha qilib qo'yilgan chiroyli 8 sotikdan 6 ta xonalari yashashga tayyor bo'lgan xonadonimizda sotuvga qo'yilgan. Birgalikda ichki ko'rinish variantlari bilan tanishib chiqamiz. Qani ketdik. Tashqarini bitta aytib ketaylik. Shu yerda toza suvga, ichimlik suviga moslashtirib, uyni ichiga tortib qo'yilgan, mana ko'ringlar, shlankalarigacha bor. Toza suvga moslab qo'yilgan chiroyli basseynlari bor. Olgan odam endi ustini bitta yoptirib olsaga zo'r bo'ladi. Qaranglar, gazini ko'ringlar, hamma yo'g'i bo'lgan. Gaz, suv, svet, ichimlik suvdan umuman muammo yo'q, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Kirganimizda yaxshi darvoza xonalari bor ekan. Konditsioner deysizmi, nima desangiz, hamma navorotlar bilan jihozlangan. Bu yoqda ikkita kirganimizda xonalari bor ekan. Bu xonalari polli bo'lmagan ekan. Bilasizlar, borini bor, yo'g'ini yo'q deb ketaman. Bu xonalari yashashga tayyor ekan. Endi uncha-munchasini olgan odam o'zini didiga moslab olishi mumkin. Yana ham bir daromadli tarafini aytaymi, hurmatli kuzatuvchilar? Kirganimizda pashta 3 sotoqlik огородlarini chiroyli qilib limondan million deydi-yu, mana shunaqa qilib limonariya qilib parniklarni qilib qo'yishgan ekan. Atirgulga baho beringlar, atirgul nima deyapti? Bu yoqda esa ichkarida kottejga o'xshatib qo'ygan xonalari birgalikda ko'ramiz. Qani kelinglar. Kirganimizda chap qo'lda yaxshi oshxonalari bor ekan. Burchakda yuvingani o'zlari aristonlarni qilib joy qilib qo'yishgan ekan. Issiq suv, sovuq suvda umuman muammo yo'q, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Hamma jihozlari bilan beriladi. Bu yoqda ham bitta xonalari bor ekan. Endi uncha-muncha narsalarni, bunaqa ko'rpa to'shaklarni uyda egalari olib ketishadi. Asosiy narsalar qoladi. Oshxona mebellari. Bu yoqdagi xonalari mehmonxonaga moslashtirilgan. Bu yoqda esa spalniga moslashtirib qo'yilgan. E'tibor beramiz, konditsionerlarigacha, yaxshi Avalon konditsionerlarigacha bor. Aytishlari bo'yicha yerni kattaligi, umumiy xonadonimiz kattaligi 7 sotiqdan oshiqroq, pashti 8 sotiqqa yaqin ekan. Bu yer parnikdan keyingi огородlari, yozgi yaxshi hojatxonalari. Yaxshi tomoni mana shu 4 ta xonani pastini podval qilib qo'yishgan ekan. Shu tomonni ham hisobga olib ketinglar. Do'stlar, ushbu xonadonimiz yoqqan bo'lsa, Rishtonda 3 xonali kvartirani puliga berib yuborilyapti. Shahar shovqinidan zerikkanlar uchun, mana sizlar uchun Bog'iston 2 da yashashga tayyor xonadonimiz. Pastda egalar raqamlarni qoldirib ketamiz. Qiziqqanlar o'zlariga telefon qilib, kelib, ko'rib, yoqsa baraka qilishingiz mumkin. Yaxshi insonlar bo'lsa, pullari oz-moz yetmasaga jichcha-pichasini yordamlashib turaveramiz 1-2 oyga deyishyapti. Bu tomonini ham hisobga olinglar. Narxini $34,700 dedik. Bunaqa imkoniyat, bunaqangi joy doim ham chiqarmaydi. Bog'istonlik, oxirliklar, mana sizlar uchun zo'r variant. Bu videoni uy olaman degan tanishlaringizga fiting qilib yuborib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting.